Xonimlar va janoblar, stand-up shousiga xush kelibsiz. Qiziq TV telekanalining eng kulgili ko'rsatuvi. Qiziq TV bu O'zbekiston televizioniyasidagi birinchi yumoristik telekanal. O'zbekiston televiziyaniyasi bo'ldi. Mikrofonini olib qo'yinglar qo'lidan. Men gapiramanmi, yo'qmi? Odamlar bilan salomlashib olay. Chiqqanimga ancha bo'lib qoldi, kutib qolishdi. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar va bizni kuzatib turgan aziz muxlislar. Qiziq stand-up loyihasiga xush kelibsiz. E'tiboringizga havola etilayotgan ushbu loyiha Qiziq TV orqali sizga namoyish etilmoqda. Qiziq TV bu O'zbekistondagi birinchi hajviy telekanal hisoblanadi va ana shu telekanalda siz Qiziq stand-up loyihasini tomosha qilmoqdasiz va ushbu loyihamiz boshlandi. Qarsakiylar. Bu loyihamizda ajoyib bir-biridan talantli yoshlar chiqib, stand-up yo'nalishida hazillarni sizga namoyish etib borishadi. Va ana shu yoshlarni birin-ketinlik bilan sizlarga taqdim qilishni boshlaymiz. Demak, dastlabki rezidentimiz hozirgi kunda stand-up yo'nalishida anchayin serqirra ijod qilib kelayotgan ajoyib ijod sohibi, ya'ni o'zim, qarsakiylar. O'zim haqimda gapirib beradigan bo'lsam, sizlarga men shunaqa omadsiz odammanki, ko'rsatuvda ham meni birinchi ishtirokchi sifatida sinab ko'rish uchun meni chaqirishdi. Va yana shunaqa omadsiz odammanki, omadsizlar o'rtasida musobaqa o'tkazilgan va ana shu musobaqada ham ikkinchi o'rinda olganman. Sezyapsizlar qanaqa omadsiz odamligimni. Endi stand-upga keladigan bo'lsak, mana men qarshimdagi stoyka stand-upga chiqsam savol beraman deb yurardim. Men shu stoykani nima uchun qo'yishadi deb. Baribir mikrofonni qo'lga olib gapiradi hamma, to'g'rimi? Buni men tushunmaganlarga tushuntiraman. Stoyka mikrofon. Buni ko'plab san'atkorlarning oldida ko'rasizlar, ya'ni qo'lida gitara bo'lsa, qo'li band bo'ladi uni. Ya'ni u boshqa a'zosi yo'q mikrofon ushlashga. Endi savol, stand-upda nima qilish mumkin bu? Yo'q, gitaristlar ham chiqishni boshladimi stand-upga? Qiziqda stand-up shu narsalari bilan qiziq. O'zi stand-up so'zini ma'nosi o'rningdan tur degan ma'noni bildiradi, inglizchada olib qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun mana shu stol qo'yiladi. Stand-up deganda hamma turib, sekin gapirishni boshlash kerak. Bu stol ham o'rnidan turg'izish uchun qo'yilgan. Endi ingliz tiliga kelsak. Ingliz tilida welcome degan yozuv bor, biladi hamma. Meni paytimda ingliz tili darsiga kirganimda welcome nimaligini o'sha darsga kirib bilganman. Oyoq tagiga solinadigan gilamchani brendi deb o'ylardim men uni. Shunchalik omi bo'lish mumkinmi odam? Ingliz tilida keyin IELTS degan narsa bor, hamma biladi. IELTS olish juda qiyin. Maksimal bali 9. Ko'pchilik ola olmaydi, harakat qiladi. Men agar ingliz tilidan IELTS 9 ball olishga harakat qilmoqchi bo'lsam, IELTS'ning maksimal bali bir 30-35 lar atrofida bo'lishi kerak. Shunchalik ilmimni o'zim solishtirib ko'ryapman. O'zim haqimda gapirishda davom etaman. Men yana shunaqa mehribon odammanki, mabodo baliq yesam, hali o'lib qolmasin bechara deb orqasidan suv ichib yuboraman. Mehribonlik darajasi shunday bo'lsa kerak. Yana o'zim haqimda gapirishda davom etaman. 7 yil davomida ichmadim, chekmadim, qizlar bilan yurmadim. Shu maktabga 1-sinfga bordim-u, aynidim keyin. O'shadan boshlandi hammasi. Endi maktabga keladigan bo'lsak, hamma, почти hamma nimadir ayb ish qilsa, o'qituvchisi burchakka turg'izib qo'yardi. Kimda bo'lgan shu holat? Ko'pchilikda bo'lgan. Lekin meni burchakka ham turg'izmagan o'qituvchilar. Tashqariga chiqarib yuborardi. Tashqarilarda yurardim. Chunki burchakda ham nimadir ish qilardim men. Davom etamiz. Maktab temasdan uzoqlashmaymiz. Maktabni bitirganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa, sinfdoshlar bilan gruppamiz bor bizni ham. Sizlarga o'xshagan, hech kim yozmaydigan gruppa. O'shani men kecha kirib, juma muborak qilib o'zgartirib qo'ydim.
boshqa hech nima yozilmayapti-da baribir. Shu o'zgartirishim bilan sinfdoshlar yozishni boshladi. Yaxshi qilding, palon pismadon. Keyin bir ikkita maqtanchoqlari bor ichida aka. Shunaqa maqtanadi. Agar sizlarda ham bo'lsa qarshi chalasizlar. Qarang, Gentra olganda tuning qilgan uni. Ikkita Malibu'ni pulini tiqqan haligi Gentraga. Endi u tuningning ichida nima bor? Malibu Roll, Malibu Fara, Malibu Bumperlar, Malibu Salon. Xullas, Malibu'ni nimasi bo'lsa qo'ygan. Keyin men yozib yordim. Shuni o'rniga Malibu olsang bo'lmaydimi deb yozib yorsam, Malibuga pulim yetmadi-da deydi. Parosatni qarang. Shundoq ham tiqibdi Malibu'ni o'zi. Yana bittasi bor. Pravo olganini maqtanyapti. Pravo oldim, endi piyodalar soni bittaga kamaydimish. Men uni bilaman, u qanaqa haydashini. Davomiy bo'ladi hali, kamayish bitta bo'lmaydi. Hali 2-3 ta haftalab. Kamayishda davom etadi hali. O'qish temalarini ko'p gapirdim, endi bir ikkita temalar ham bor, gapirish kerak bo'lgan. Ko'pchilik qizlarda e'tibor berganman. Bo'yi past bolalar bilan gaplashishni yaxshi ko'rishadi. Nimaga shunaqa qizlar? Men o'ylab bitta javob topdim. Boshiga chiqib olish osonroq bo'ladi-da. Bo'yi pastroq bo'lsa. Endi bo'yi past bolalarni gapirdi demanglar, bo'yi past qizlarni ham gapiraman. Bo'yi past qizlar bilan gaplashganinglarda bitta yaxshi, bitta yomon tomoni bo'ladi uni. Yaxshi tomoni urushib qolasiz-ku, yuzingizga shapaloq ura olmaydi. Pastda. Yomon tomoni ham bor. Yerdan tosh olish osonroq ularga. Egilib, ko'ryapsiz. Qizlar temasida davom etamiz. Masalan, ko'p qizlarda men e'tibor berganman. Xafa qilib qo'yasiz-ku, mabodo. Eslab qoladi. Yilini, oyini, kunini, soatini, minutini, sekundini ham eslab qoladi. Lekin gazga qachon choy qo'yganini eslab qola olmaydi. Bu qizlarni men hech tushunmayman. Yana hozirgi qizlar shunaqa 40% qizlarda kontraktda o'qiydi. 60%ni yigiti bor. To'g'risida, chunki kontraktda o'qiydigan qizlar kamdan-kam bolalar bilan gaplashadi. U rasxodi bor, uni qoplash kerak, to'g'rimi? Endi gapimni oxirini bitta narsa bilan tugataman. Ko'p masalan o'qish temalarida, qizlar temalarida gapirdim. Endi umumiy hamma to'g'risida bitta mavzu bilan yakunlamoqchiman. Hozir ko'p odamlar ancha boyib qoldi oldingiga qaraganda, to'g'rimi? Hozir ancha odamlarda pul bor. Buni men qayerdan bildim, aka, aytaymi? Bilsiz bir SMS bo'lardi. Shu abonent sizdan qo'ng'iroq qilish iltimos qilyapti degan. O'sha SMS kelmay qo'yganidan bildim. Lekin orqasidan boshqa SMSlar keladi. Kreditni to'lab qo'yishingiz kerak. Hozir boyiganmi? Yo'q, battar bo'ldimi odamlar? Shu savolga bitta javob topib qo'yasizlar o'zingizlar uchun. Rahmat, sizlar bilan Husniddin Isroili bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar hamda studiyamiz mehmonlari, loyihamiz davom etadi azizlar. Demak, sahnaga yana bir rezidentimizni chaqirish arafasidamiz. Diqqat qiling, ushbu rezidentimiz dollar kursiga o'xshaydi, ya'ni kundan kunga ko'tarilib bormoqda. Kutib olamiz, Yayuchan, marhamat. Lekin hozir ancha tushib qoldi dollarni kursi. Yaxshi ham vaqtida mikrofonni oldan qochdingiz, bo'lmasa dollar kursi qulog'ingizga tagiga tushishi mumkin edi. Endi avvalambor tanishib oladigan bo'lsak, assalomu alaykum. Meni ismim Husniddin. Men 1998-yilda tug'ilganman. Lekin ahamiyat berdim, mana shu 2000-yildan keyin tug'ilganlar bilan 90-yillardan keyin tug'ilganlarni vobshe dunyo qarashi katta farq qilar ekan. Bitta kichkina misol bilan tushuntirib o'taman. Hech qayerda eshitmaganmanki, 99larni sindirish bandasiga emas degan gap bo'lmaganda. 2000-yildan sindirish bandasiga emas degan gapni eshitganman. Lekin shunaqa deymiz-u. To'xtab turinglar. Stand-upchiga o'xshadimmi? Endi shunaqa deymiz-u, lekin mana oramizda 1995-yil atrofida tug'ilgan insonlarimiz bor. Bu insonlar ham o'sha 30 ga qarab ketyapti. Endi meni ham 95-yil akam bor. Akamdan so'radim, "Aka," dedim, "men ham shu 30 ga qarab ketyapman. Bu 30 qanaqa yosh?" dedim.
Bitta gap bilan tushuntirib qo'ydilar. Ukam dedi, "Men mana 30 ga chiqdim, bozorda yurganda, mana telefonni chexolni usti yopiladigani bor-ku. Shunaqadan sotib olganlarim kelib ketyapti o'sha 30 ga chiqqandan keyin dedilar. O'shandan keyin tushunib oldim 30 yosh qanaqa yoshligini. Bu ham mayli. Undan keyin bitta to'yga bordim. To'yga borsam, kelin 2007-yil qiz ekan, tasavvur qilyapsizlarmi? Biza tengilarga 2007-yil qiz desa, "Voy, u statya-ku" deb yuboradi. Ya'ni yoshda endi nima deymiz? Endi mana yoshlar deganimizda to'g'risi o'zim ham Yevropani bir qancha davlatlarda bo'lib kelganman, ishlaganman, dam olganman. U yoqda juda ham boshqacha-da. Farzand tarbiyasiga vobshe boshqacha qaraydi. Mana misol uchun o'tirsam, o'zim uyimda, yonimdagi xonadan, qo'shnim uydan tars qilgan ovoz eshitildi. U nimadir sindi-da u. U biza uchun nimadir sindi. Yevropada nimadir sindi-da. Farqi shunaqa. U urushish, baqir-chaqir yo'q. Bolasini oyisi sekin boshqa xonaga olib kirib, doktorskiy dissertatsiyani yoqlagan odamga tushuntirgandek tushuntiryapti. O'zi anu bola 4 yosh. Не смотри, вот, Игорек, ты хороший мальчик. Ты уже взрослый мальчик, тебе уже 4 лет. Вот сейчас твой папа зайдет, bu yoqdan otasi kirib keladi. Oh, Игорек, что ты натворился? Bu yoqda anu bola aybini tushungan. Я больше не натворю, все, я понял, вот. Bizanikilarchi bitta tars qilgan nimadir ovoz sinadigan eshitilsa, ketidan обязательно bitta tars bor. Ko'zingga qaramaysanmi? Tars tushadi. Agar mana shu ikkinchi tarsdan keyin ozgina degan ovoz chiqsa, tushunvoringlar, o'sha yana 3-chi tars bor. Ko'zingni siydigan oqizma menga degan. Endi to'g'risi mana bitta narsa esimga tushib qoldi, to'g'risi tan olinglar, kim menga burnini qoqqan? To'g'risi, kim menga burnini qoqqan? Endi hozirgilar buni tushunmaydi, hozirgilar qoqib-qoqib bilashning yarib tashab ketyapti. Suv bo'ldi, bu bo'ldi, ot aylanib qozig'ini topadi degandek agrar universitetiga o'qishga kirdim. O'qishga kirganimdan keyin oldimdan 3 ta yo'l chiqdi. O'zbekiston yo'li, Yunusobod yo'li, Chilonzor yo'li. Endi talaba bo'lgandan keyin metroda yuradi, transportda yuradi. Keyin Yandexga chiqishni boshladim. O'ylamanglar, sirazi pul ko'payib ketdi, bu taksida yuribdi deb. Sumkani osib olib Yandex dastavkaga chiqdim. Lekin shunaqa deymiz-ku, bular ham yaxshi topar ekan. Mana shu Yandex dastavkada ishlab yurdimda, keyin klublarga borishni boshladim. Ana yana noto'g'ri o'ylayapsiz. Klubda ofitsiantlik qildim, ne unaqa qaraysiz? Normallik qoldi lekin. Endi universitetga kirib kam bo'lmadim. Universitetga kirib yo'limni topdim. Chiroyli qiz topdim, uni ko'ngliga yo'l topdim. Keyin bizani Milliy gvardiya topib oldi. Keyin uni tilini topdim. Xullas, endi el qatori universitetda o'qigan bo'lsam, el qatori boshqa sohada ishlayapman hozir. Universitetda amallab bitirib oldim. Endi to'g'risini aytinglar, tan olinglar, hamma narsani xohlaydi-ku, har xil narsani xohlash mumkin, lekin xohish va isteklarini ichida hammanikida bor boy bo'lish yoki ko'p puli bo'lish. Men masalan shunaqa boy bo'lgim keladiki, meni bo'sh kunimga qarab odamlar to'yini kunini belgilashini xohlayman. Men shunaqa boy bo'lgim keladiki, klipmakerlar kelib, aka uyingizda klipimizni syomka qilib qo'yaylik deyishini xohlayman. Shunaqa boy bo'lgim keladi, qilsa desam, hop deb Isroil bilan Eron yarashib, tinch bo'lib ketishini xohlayman. Lekin unaqa bo'lmasa ekan, chunki Amerikadan kuchayib ketishimga to'g'ri kelar ekan. Lekin ko'pchilik aytadi, o'qimasdan, kitob o'qimasdan boy bo'lmaydi deyishadi. Ahamiyat berdinglarmi, oxirgi paytda Instagramda mana shu kitob o'qishni trendga aylantiradigan videolar ko'payib ketdi, to'g'rimi? Mana shu Instagramdagi kitob o'qish haqidagi videolardan ilhomlanib, o'sha kitob sotadigan joyga borib, armon bo'lib qolmasin deb 4 ta shashlik yeb keldim, hatto. Keyin o'ylamaylik, kitob olib keldim, kitob o'qidim. Menimcha kitobni ko'p o'qib yordimmi deyman, kichkina miyamga og'irlik qildi. Buni bilasizlarmi, qayerdan bildim? Bir kun ulfatlar bilan dachaga chiqdik. Dachada birinchi kun nima bo'lganda endi u aytilinmaydi, u esda ham bo'lmaydi. Ertasi kuni dachada birinchi bo'lib men uyg'onib qoldim. Dachada birinchi bo'lib uyg'onish qanaqa bo'lishini sizlarga tushuntirib beraman. Mana dachada endi uyg'ongan odam, men bu yerdagi nimadirlarni siniqlari, ovqatlar, idish-tovoq, kiyimlardan bir kun oldin nima bo'lganini to'lig'icha esla oladigan odam bu birinchi uyg'ongan odam bo'ladi. Qaraydi, o'zini kasaklari bormi, sekin yig'ishtirib qo'yadi, sekin ish qiladi. Meni ham o'sha payt miyam ishlab qoldi. Uyg'onganlarning vazifasi dedim. Uxlayotganlarni ham uyg'otish dedim. Oyog'im oldida
bitta barzanga og'aynim yotibdi. Shunda keldim, "Abet bo'lib ketdi, turmaysanmi?" deb oyoqqa tepkin deb buyruq berdim. Endi mashta bitta narsa, hamma narsani esladim-u, lekin meni maykam yirtiq edi mashta. Ertalab turganimda. Shu nimaga yirtiqligini eslolmadim. Haligi og'aynimga turmaysanmi deb bash tepkin deb buyruq berganimni bilaman, qo'lida Mamitdagi maykamni parchasini ko'rib qoldim-da. Ana o'sha yerda xato qilganimni tushundim. Va bitta narsani dars bo'ldiki, menga dachada uyg'onganlarning vazifasi uxlayotganlarga zavtrak tayyorlash ekan. Mana shunaqa hayotiy ko'nikmalar oldik. Endi qisqacha sizlarga hozir o'zimning hayotim va hayotimda bo'lgan voqealar haqida gapirib berdim. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta qarsanglar bilan bildirib qo'ysanglar. Rahmat. Rahmat. Meni hayotim kimgadir qiziq ekan, ishoninglar, sizlar hozir bitta odamning hayotini saqlab qoldinglar. Chunki meni hayotim hech kimga qiziqmas deb jonimga qasd qilmoqchi edim. Chunki kecha kontrada bitta og'aynim meni so'yib ketdi. Rahmat, sizlar bilan qarshilarda kontrda so'yilganlarni yuksaklarga ko'tarib chiqqan stand up komik Yayu Jon bo'ldilar. Rahmat azizlar. Dagi rezidentimiz ham chiqishga tayyor. E'lon qilishdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda bir narsani o'qib qoldim, ya'ni 01 faqat Toshkentda taksistlik qiladi degan gapga ko'zim tushdi. Men oldin 01 da mashinaga ham o'tirib bo'lmaydi deb o'ylardim daja. Navbatdagi rezidentimiz ham YouTube platformasida Taksi prank loyihasi bilan barchangizga mashhur bo'lib ulgurgan G'ayrat Mahmudov. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men Andijondanman, ismim G'ayrat, familiyam Mahmudov. Yaxshiroq tanishtiring. Ha, men xuddi o'sha yer yuzida qolmasdan ovozim yetmagan go'sha ismim Janob Chaqmoq, niyatim pok, qalbingizda muhabbat o'tini yoqmoq, ne turganlarni ko'ringizdan assalomu alaykum, bu yomon tez ekanmi deb oxoqlab, uyur bellarni og'lab tushgan joylar, shoq chiqqan joylarni qarashdan beg'ili ko'zlaringizni tashlab katta yaxshi ko'zlab o'tirgan turga xullas bizni uzashtirgan ko'zlar porlab turgan yoshlarga chorlab turgan qalblarni mehridan yaraqlagan yuzlaringizni quyoshga charaqlagan aziz kulgusevar insonlar, xush kelibsizlar. Men endi hali vaqtim yo'qligiga tezroq gapirib yordim. Ikkita songa yarasha gapirib qo'ydim deb o'ylayman. Bizga rejissyorlar sekinlashtirib, bo'lib qo'ysanglar bo'laveradi. Mana ko'ryapsizlar, men yoshligimdan shunaqa bir hammadan bir boshqacha bir talentim bor. Shuna tezman, shu tezligim bilan hammadan ajralib turaman, chunki qo'shishmayapti. Yana shu darajada tezligimdan hamma chaqaloqlar 1,5 yosh, 2 yoshdan yurib ketsa, men 6 oyligimdan yurib ketganman. Kamiga qizlar bilan. Yana shu darajada tezligimdan o'tgan yili Qozog'istonda Almata shahrida dunyodagi eng tezkorlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tdi. O'shanda qarsak olishga arziydigan holat 2-o'ringa loyiq deb topildim. Dunyodagi eng tezkorlar ichida 2-o'rin. Nimaga 1-o'rin bo'lmadi? 1-o'rinni kim oldi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, 1-o'rinda miltiqda o'qib oldi, qolganlar o'qim olmadi. Yana men shu darajada tezligimdan 28 yoshimda 3 ta xotinim, 9 ta bolam bor. SMS keldi. 10-si ham tug'ilibdi. Mana yaqinda ustozimiz Elmurod Haqnazarovda Xalqlar do'stligi san'at saroyida konserti bo'lib o'tdi. Yakkaxon konsert 4 kun bo'ldi. Ana shunda biz ham chiqish qildik. Endi yaxshi bilasizlar, konsertlarda san'atkorlarni bir sochlarini to'g'rilab, ukulatiga narsa qiladigan stilist sartaroshlar keladi. O'shanda bitta ukamiz keldida meni ham sochimni to'g'rilayotib, "Aka, siz taniyman, Anjandasiz, zemlaymiz. Men ham Anjandanman" dedi. "Ha, Anjandanman. Addushi ko'raman, sizni videolaringiz, pranklaringiz menga rosa yoqadi. Muxlisman, aka. Jonlaringiz o'sib qopti, Parkinskiyda joyim bor. Shunda o'ting, addushi sochlaringizni olib qo'yaman, chotga qilib, aka, yuraydan. Bitta rasm qilib olaman xolos" dedi. Xursand bo'lib ketdim, tekin bo'lib qoldi, sochni olisham deb. Konsertdan keyin kechqurun Parkinskiyga o'tdim, 1,5 soat sochimni oldi. Olgandan keyin endi ko'ngil uchun so'rab qo'yasiz. "Uka, necha pul oldi endi?" desam, "Aka, sizdan 500 ming bo'ldi" dedi. Rangim oqarib ketdi, bir g'alati bo'lib ketdim, seskanib ketdim. Xuddiki bu gapi ertalab xotin uyg'onib, "Dadasi sizdan 1 million bo'ldi" deganda eshitildi-da. Rost men ana bolar pul olmaydi deb o'ylagandim-da. Men endi o'ylarim oldimda, men diqqat bo'lib turibman-da, rostdan-da. Mana keyin men aytdim, "Uka" dedim, "Mana boshni ko'ryapsanmi?" dedim. "Aka, bat Toshkent" dedi. "Mana boshni ko'ryapsan, mana bosh Anjanda boshi" dedim.
New Yorkda olasanmi sochimni? Madagaskarda olasanmi, Antarktidada olasanmi, Anjanni boshi bo'lib qolaveradi-ku dedim. Ya aka, nechinchi yilsan o'zi dedim. 2003 deydi. Boshimdan ham kichkina bola ekansan uka dedim. Uyalmagan qaradim. Yo, to'g'risida aka, bizni mahallada boru, mahallani boshida qishlarda sardosh 12 mingga oladi chachimizni. Shani 15 ming bersam 3 mingga soqolim ham qo'shib olib qo'yadi-da, anu. Agar mahallamizni boshida sartaroshga men 500 ming beradigan bo'lsam, hisob-kitob qildim. 3,5 yil sochimni tekin olar ekan. Yana 6 oyda bir uyga kirib qo'ydi junini ham olib chiqib ketadi bonusga. Rost, endi asab men g'alatiman, o'zimga kelmayapman-da, o'ylanib, nima qilsam ekan deb tursam, gap topolmayapman. Ana bola, "Okasiz blogersiz-ku, bitta stories qilib bera qoling-da, reklama qilib bera qoling." Adda ish yo'q edi. Ana bolani gapi shunaqa yoqib ketdi. Bu gapi menga xuddiki xotin dadasi bolalar bilan bo'lib, sizga ham qaralmayapman, yana bitta uylanib yormaysizmi deganda eshitildi-da. Gap yo'q uka dedi. Bo'ldi dedi, chiroyli qilib shu sartaroshxonani reklama qilib, videolar qilib, chotki qilib shunday ko'rsatdim. Qalay uka dedi. Aka zo'r dedi. Sendan 4 million bo'ldi dedim men ham. Desam, "Alay bola, bo'ldi aka bo'lsam, zdachisiga 7 marta kelib oldirib ketaverasiz yana." Ha bo'ldi, lekin ana bola anjallik bola Toshkent Shivada shunaqa gapiryapti, biri gapirdi. Men ham 8 yildan beri Toshkentga kelaman. Hamma Toshkentcha gapni bilaman, lekin ikkita so'zda anjanliligim bilinib qolyapti. Ikkita so'zda mana. Qaysi desanglar, mana chachi bilan 12 desam anjandamiz deyapti. Rahmat, sizlar bilan yaqin daqiqalarda G'ayrat Mahmudov bo'ldi. Menda hozircha shular. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Tayyor. Ushbu rezidentimizni eslatib o'taman, juda ham uyatchang, chunki u tug'ilganida 2 yoshigacha gapira olmagan, uyalganidan albatta. Qarshi oling, jiddiy Javlon, marhamat. Mikrofon ishlaydi. Alaykum assalom. Men juda ham xudbin odamman. O'sha uchun men bugun men haqimda gapirib bermoqchiman. Men dadam bilan ota bola deyman. Ikki tomonlama ham yaqinman dadam bilan. Dadam amakimni akasi, ukamni dadasi. Lekin men dadamga o'xshamayman, otamga o'xshayman. Chunki dadam meni asrab olganlar. Men ayamga ham o'xshamayman, onamga ham o'xshamayman. Chunki meni otam asrab olganlar. Lekin meni radnoylarim, tug'ishganlarim yo'q. Chunki aytdim-ku, o'zi asrab olinganman. Men juda ham ko'p narsalarga qiziqaman. Futbolga qiziq edim, futbolga. Lekin oyog'imni tomiri tortishib qolgani uchun tark etdim. Lekin 10 yildan beri shu narsani o'ylayman. Men PlayStationda futbol o'ynaganman. Nimaga? Oyog'imni tomiri tortishgan. Men ko'p narsalarga qiziqaman. Balki ular ham menga qiziqar. Bunisi menga qorong'i, anonisi yorug'. Meni xotinim bor. Xotinimni eri men. O'g'lim xotinimdan 22 yosh kichkina. Значит, xotinim o'g'limdan 22 yosh katta. Xotinim qaynatamning xotinining qizi. Ismi pasportida yozilgan. Yoshi sindoshlarniki bilan bir xil. 4 yildan beri birga yashaymiz. 1 yildan beri to'rga yashamaymiz lekin. Men hozir sizlarni kuldirishga harakat qilmoqchi emasman. Prosta sizlar kulishga harakat qilinglar. Tamom. Men o'zimga ustoz deb ana O'zbek Tayson bilan Saturnni bilaman. Ko'rib turganlaringni IQ darajam past. Yaxshi ko'raman hammalaringni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Hali gapim tugagani yo'q, davom etadi. Men magazin ochdim-da. 6 oyga qamalib ketdim keyin.
nimaga noqonuniy yo'l bilan ochganmisiz deydiganlarga gapirmoqchiman. Noqonuniy yo'l bilan ochmaganman. Prosta kichkinagina aturkacha bilan ochib kirganman. O'sha 6 oy qamalib ketdim. 38 yildan beri bitta narsani o'ylayman, bir javobini topaman, bir javobini topmayman. 6 oy komaga tushganman. Nima o'shanda hozir men 37,5 ga kirgan bo'lamanmi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lsanglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Sizlar ham bizlarni yaxshi ko'rishga harakat qilinglar. Sog' bo'ling. Biz ham O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari kabi tugab bormoqda. Qisqa qilib aytganda qozonda tay ko'rinib qoldi uje. Sizlarga an'anaviy doimga tilagimiz doimo kulib yuringlar. Faqat birovni ustidan emas. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.